O'zbekiston quyosh panellari bozori tahlili yaqinda bilasizlar, quyosh panellari narxi oshib ketdi. Shu masalani ko'rib chiqamiz. Ismim Komron, o'zim mutaxassisligim iqtisodchi, energetika sohasida anchadan beri ishlab kelaman. Ko'pchilik taniydi. Ushbu narsani ham energetika tomonidan, ham iqtisod tomonidan tahlil qilishga harakat qilamiz. 2025-yilda umumiy quyosh panel bozori 650 gigavat bo'lgan. Endi 2026-yil uchun ham 650 gigavat rejalashtirilgan. 650-670 deb taxmin qilishyapti. Endi O'zbekistonning quyosh panellari narxini oshishi esa Xitoyda soliq siyosatining o'zgarishi bilan bog'liq. Qaror chiqdi yanvar oyida, ya'ni birinchi chorak o'zida quyosh panellarini eksport qilganda 9% lik indeks nazorat bo'lmaydi endi. Bu narsa quyosh panellari narxini 9% oshirib yuboradi. Vaholanki zavodlar har bir chorak uchun 1, 2, 3 tur har bir chorak uchun quyosh panellarini o'zlari 160, 170 rejalashtirib olgan, zavodini ham shunga sozlab olgan. Ya'ni 160 odamlar oladi, 160 chiqaraman deb rejalashtirib qo'ydi. Endi 1-aprel sanasidagi o'zgarishlar sababli hamma ikkinchi chorakda aprelda olmayman, yanvarda olaman, fevralda olaman deyishga o'tdi. Bu sababli mana bu yerda hosil bo'lgan talab birinchi chorakka ko'chdi. Ya'ni 300 gigavat olaman yoki katta miqdorda sotib olaman degan klientlar ko'paydi. Ya'ni ikkinchi chorak shartnomalari birinchi chorakka ko'chdi. Bu narsa 160, 150 chiqarishga mo'ljallangan zavodlarni taklifiga nomutanosiblik hosil qilib qo'ydi. Ya'ni ko'pchilik olaman deyapti, lekin mahsulot kam. Zavodlar sozlanmagan. Endi moslashtirishyapti. Shu sababli quyosh panellari narxi umumiy holda O'zbekistonda 0.15 va 0.15,5 orasigacha ko'tarildi. Ya'ni sotilishdi. Endi 1-apreldan keyin qanaqa bo'ladi deyiladigan bo'lsa, 9% to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Xomashyo narxlari Xitoyda stabillashgan, 2% ga oxirgi haftada tushgan. Ya'ni apreldan keyin ham 12 sentlar zavod 12 dan yuqoriroq bergan holatida tan narxlari quyosh panelga 15,5 larga kelsa, umumiy bozor narxlari 17 sent atrofida shakllanishi kutilyapti. Bu hozirgi holatda. Lekin korxonalar ko'proq foyda olish uchun sun'iy narxi o'ynatishi mumkin. Ya'ni zavodlar, distributorlar esa konkurensiya hisobiga hech qachon narxi usholmaydi. Ya'ni bir-birini mahsulotlarini sotish uchun ham konkurensiya hisobiga kam foydaga ishlab turib, bu yerda zavodlarning ichki politikasi va Xitoy siyosatining o'zgarishi O'zbekiston narxiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilyapti. Shu va shunga o'xshagan bozor ma'lumotlarini olish uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying.